Haydasam ham men haydayman deb fura qilib yurgan akalarimiz uchun yaqinda motorlari qilingan hech qanday xarajat yo'q. Men pritsep bilan topib qo'ydim refrigerator. Demak 2013 ga 2010 pritsep texnikamiz sotuvda Mantic X 18 440 euro 5 2013-yilda ishlab chiqarilgan. Bir kundan endi bir 100 ming o'tib xolos. Oldiga ikkita yangi balon taqilgan, mana soqollari bilan turibdi. Motorni erta bahor qilganman. Hech qanaqa avtol, antifriz rasxoti yo'q deb aytishdi. Mana keyindan cho'tki holatda turibdi. Motor, korobka, mostlarda hech qanday xarajat yo'q. Kabinalar DTP bo'lmagan. Radnoy holatda. Ishlamaydigan joyini o'zi yo'q aka, kelib tekshirib olaveradi deyishdi egalari. Buni o'zlari kelib yana bir qator tekshirib olasizlar. Lekin kamchiqim, hamyonbop texnika baribir. Manlar, orqalari ham yaxshi holatda turibdi. Kechagina resdan kelgan aka, realni ishlab turgan texnika deyishdi. Ko'ringlar, salonni ham akkuratli haqiqatan. Probega 1.121 mingmikin, vallohu alam. Bir kundan endi o'tibdi. HP yongan yo'q menimcha. Holati yaxshi turibdi. Mexanika 8 ta skochli bo'ladi, ham panejnik avishilari ham bor. Bu avtomat ko'rigiga qaraganda sal ekonomistlar bo'ladimi, nima deysizlar? Buni endi fura haydayotgan akalarimiz yaxshi bilishadi. Ma'lumot bersanglar, bilmaganlar uchun ma'lumot bo'lib qoladi, yaxshi ma'lumot bo'lib qoladi. Ikki tomonda balki bor, Michelin balon taqib qo'yish bir tomoniga mana. Nari balonlar 70% atrofida. Moslari ham svarka bo'lmagan ekan asosiysi. Toza holatda turibdi. Rogatkalari ham zo'r turibdi. Ko'ringlar, setlovlari ham yaxshi ekan. Smaskalaridan bilinib turibdi. Mana bu tomon balonlari ham 70% atrofida. Avtonomikani baklari mana. Texnikani tikashdi, ya'ni galavani holati yaxshi, ideal haqiqatan ham. Ko'ringlar. Pritsepimiz Schmitz Karkabul 2010-yilda ishlab chiqarilgan. Agregati SL X400 ekan. Budkasda agregatida hech qanday kamchiligi yo'q. Holati yaxshi turibdi ko'ringlar. Mana baklari, sondiqlari hamma yo'q joyida. Orqaga 4 ta yangi balon taqishgan ekan, pritsep orqasiga. Mana 90% atrofida turibdi, lekin o'rtadagi, oldidagilar 40-50% atrofida. Ko'ringlar mana. Pritsepni holati yaxshi, lekin 7 stenkalik 4 ta ruchkali ekan. Qalinidan bilasizlar. Mana ko'ringlar. Mana bu tomoni ham zo'r turibdi. Mana orqadagi ikkita baloni 90%, lekin o'rtadagilar bu tomoni xila yaxshiroq ekan lekin. Latga qo'yilmagan. Ramalar toza ekan. Bu texnikamiz Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Qapchig'ay ko'ligi yonida mo'ykada turibdi. Ekrandagi raqamlarga yoki mana oldida reklamadagi raqamlarga ham aloqaga chiqsalaring, narx-navoz haqida, texnika haqida ma'lumot olaverasizlar. Narxini 58 ming dollar so'rashyapti. Xudo xolasa naqd bilan kelsalaring, savdolashadigan joyi bor. Bu video roligimizni yaxshi sostanada pura qilib yurgan do'stingizga sirotni tashlab qo'yish esdan chiqmasin. Imkon servis kanaliga obuna bo'lib qo'ysanglar, mana barcha turdagi texnikalar va narxlari haqida ma'lumot olib turasizlar. Yaxshi kunda ko'rishaylik, qadrdonlar.